Hürmetli studentlar, dersimizni boshlaymiz. Qolganlar kirdi qolamiz keyin. Kira hamsi. Mayda hozir sizlarga oldingi uy topshirmasini bir qaytlab o'tgan bo'lsak, uygini topshirib berganman. Kim o'qiydi? Ramil, o'qig'ini? Naзвание поlayman. Ilhimjon o'qingmi? Ma'lum yerda bir siz videorolik sağan и nim to'g'riliq ekanligi. Bir o'rmonlikda tilka yashab ekan. U ketib borganda qo'sig'i ichib ketdi. Atiganni beri qo'sig'imga hech nima salmadim. Qo'saqlarim ichib, uchay qeyrlarim chopishib ketdi deb aytdi tilka. Shunda qilib tilka to'qi qo'ylarni tutib yemoqchi bo'ldi. Yo'lda ketib borsa, isig'liq turgan go'shtni ko'rib tilka, "Vah, nima degan yaxshi, ancha kuch sarf qilmayla bir parcha go'shtga erishib kelishimni xiyolimga keltirmabdiman. Lekin u go'shtni qancha tirishsimi ololmabdi. Yugurabma, sakrabmi ko'rdi, lekin qo'ldan kelmay oxiri herib, holdan ketgan tilka go'shtga qarab, "Tuf, nima degan sesiq go'sht bu? Bundaq sesni o'zimni ovar qilguncha yo'limga mangaychu" deb cherkib ketib qoldi. Qaytib ketib borganda, "Astag'firullah, so'linib qopmangu, tez qachay" deb yugurib ketdi. Shohsanam Muhammadova. Yazning bir kunlari ilgari tulkining qo'sig'i ichibdi. Sababi u 3-4 kun hech narsa yemabdi. Qo'saqlari bir-biriga chapishib, o'rxlab qopdi. Ilgari tulki yezig'i berib, to'xini tutib, yeyishni ko'zlaydi. Yezig menitib bir yo'g'on esilgan go'shtni ko'rib qilib, sho'lganlari eqib ketdi. Go'shtni erish uchun sakrab qo'li yetmaydi. Yugurab turib sakraydi, biroq qo'li yetmadi. Beshini tamga urib verishiga qaramasdan qayta sakrab go'shtni ololmadi. Tulki herib holidan ketib go'shtga qarab, "Nima degan sesiq go'sht bu? Bundaq sesiq go'shtga o'zimni avara qilg'icha mangaychu" deb ketdi. Bu orliqda tulkini ish qo'g'lab ketdi. Nijat. Kunlarning birida o'rmonda tulki yashapti. Shunda qilib 2 kun bo'ldi, hech nima yemadim deydi. Qo'saq ichib tomoq yemaganlikdan tulkida maslik paydo bo'ldi. Shunda yo'lda kelib etib, o'rmon ichida bir uyni ko'rib qoldi. Ha, o'sha yerda tomoq bo'ldi. Tursa anlanmadı senin. Bo'ldi Nijat. Qanda ho'ylida isil turgan go'shtni ko'rdi. U yoqqa bu yoqqa sakrab, zodil go'shtni olamaydi. Shunda qilib kirib u yoqqa bu yoqqa sakrab, zodil go'shtni olamaydi. Ya'ni o'zimni sinab ko'ray deb, ya'ni go'shtga intildi. Oxiri kuchi ketib, ko'zni go'shtni olamaganlikdan hajab sesiq go'shtgana o'zimni avar qilg'icha yo'lim bilan ketay deydi. Shu mangan chaqda uydan boy chiqib, tulkini o'zining qarmog'iga tushirdi. Yaxshi, qolgan keyin vaqt eshib qolsa yana aytilgan bo'lmasa, hozir men bugungi darsni sizlarga tushuntirib o'tay. Mavzuni yozamiz. Murakkab, birikkan, qo'shma, qo'sh va qisqartirilgan so'zlar bo'yicha tahlil. Bugun mana shu so'zlar to'g'risida qisqacha tanishib o'tgan bo'lamiz. Mavzuni yozib oldinglarmi? Murakkab, birikkan, qo'shma, qo'sh va qisqartirilgan so'zlar bo'yicha tahlil. Endi birikkan so'zlar deganimiz bu ikki so'z diqqat bilan tinglashib olinglar bo'ldi yozgan qo'yamiz. Birikkan so'zlar deganimiz bu ikki so'z birikib bir ma'no bildiradigan so'zlarni ataymiz. Ikki so'z birikib bir ma'noni, bir yezildi. Şunlaşqa buni birikkan so'zlar deymiz. Masalan,
Töгі құш десек, töгі деген бір сөз, құш деген бір сөз. Hem ikisini yazganda bir qilib yazımca töгі құш deb, harfi құш сөz qo'shilganda i tavushiga ajizlashsa tögi құш deb yozildi. Bu birikkan so'zlar. Endi ikkinchisi qo'shma so'zlar. Qo'shma so'zlar deganda bu so'zlar birikib yozilmaydi, ikki so'z, biroq bir ma'noni anglatadi. Bir zotni yoki bir ma'noni anglatadi. Masalan, toshbaqa desak, tosh degan bir so'z, paqa degan bir so'z. Lekin ikkisini qo'shganda biz birli hayvonni ko'z oldimizga keltiramiz, toshbaqa degan bir toshni, paqani ko'z oldimizga keltirmaymiz. Toshbaqa deganda alaydan bir hayvonni ko'z oldimizga keltiramiz. Shunga buni biz qo'shma so'zlar deb ataymiz. Shunday bir so'zlar borki, u qo'sh so'zlar. Qo'sh so'zlar deganimiz bu siziq bilan keladigan so'zlar. Masalan, aman esan, oli yeshil, yana qanaqa so'zlar bor? Asti usti, yaxshi yomon. Mana shu so'zlar qo'sh so'zlar deb ataladi. Ya'ni buni qo'shma so'zlar, birikkan so'zlar ham qo'sh so'zlarni ayirishning nimasi shuning shunday deb arasanglar bo'ladi. Masalan, birikkan so'zlar u ikki so'z birikib yozildi. Qo'shma so'zlar ikki so'z yozildi, biroq birikib yozilmaydi. Qo'sh so'zlar siziqcha orqali yozildi. Endi uchinchi bir so'z bor. Bu qisqartirilgan so'zlar. Qisqartirilgan so'zlar deganimiz bu belgilik bir mahkamaning ati yoki bo'lmasa bir birlashmalarning atlari bo'lsin. Shuning hammasini biz biriktirib qisqartib yozamiz. Masalan, har shikeli so'zning baş bo'g'imlari e'longan so'zlar bo'lishi mumkin. Masalan, kolxoz, kollektivniy xozaystvo degan so'zni olganda, kolxoz deb ikkisini birinchi bo'g'imdan oldi, yangi so'z hosil qildi. Shunday bir so'zlar bor. Har birisining har bir mahkamaning birinchi harflaridan olgan. Masalan, JGTK, YGTK deymiz, Yarkan gumanitarlik texnikалық kollej. Bu o'zimizning o'qishni bumi qisqartirilgan so'zlarning qatoriga yotadi. Ya'ni bir shunday so'zlar bor. Birinchi so'zning birinchi bo'g'imini oldi, qolgan so'zning bosh so'zlarini oldi. Masalan, Qazimpo, Qozoq Milliy pedagoglik universiteti, Qazimpo deb oldi. Bir so'zlar bor, birinchi so'zning birinchi bo'g'imini oldi, ikkinchi so'zni o'z to'lig'i bilan qabul qilgan. Uningga misol olgansak, pedtexnikum. Pedtexnikum degan so'zni olsak, pedagoglik texnikum degan so'z qo'y. Pedagoglik ya'ni pedni oldi, yo'qqa texnikum degan so'zni to'liq mana o'zining qo'shganda shunday qisqargan so'zlarning o'zining bir necha turi bo'ldi. Boyagi aytganda qo'sh so'zlar, qo'shma so'zlar, birikkan so'zlar bu har xil so'z turkumlaridan kelishi mumkin. Misollarga kelgansak, birikkan so'zlarga qanday yozilishini ko'rsatib o'tdim. Mana to'yga qo'shilgan qo'shdan to'yga qo'sh deb yozildi. Bu birikkan so'zlar, qo'shma so'zlar toshbaqa, oshko'ki degan so'zlar. Keyingisi qo'sh so'zlar bu ota-ona, qo'shish elish degan so'zlar. Keyingisi bo'lsa qisqartirilgan so'zlar YGTK, kolxoz ham Qazimpo. Mana bugungi o'tilgan mavzuimiz qisqacha shunday. Savollaringiz bormi? Mening savolim bor. Olim, birikkan so'zlar bilan qo'shma so'zlar o'xshab ketadi-ku. Uni qanaqa ajrata olamiz? Ikkisini Masalan, men tosh, paqa ikkisi ashtaqliq birikkan so'z-ku. Masalan, ikkisi qo'shilma, to'yga qo'shilgan ikkisi qo'shilib yozilib ketadi-ku. Bildingizmi? Ikkisi birikib bir so'z bo'lib yozildi. Toshbaqa degan ikkisi alaydan yozildi, biroq bir ma'no bildirdi. Yozilishiga qarab bo'lib olsin. Masalan, jon kuyar degan so'zni olsangiz, bu birikkan so'zga yotadi. Chunki ikkisi bir-biri qo'shilib yozildi. Jon kuyar bo'lmaydi hech qachon. Jon kuyar deb birli yozildi.
Başka o birikken sözle getirdi. Aş köki desek o birikip yazılmaydı. Aş köki. Bırak şıksı bir tal bir çöpün etin namını keltirdi. Şun başka biz onu aş kökünü şundak İtalya'mızda neme dep qo'shma so'zlar. Chunki ular birikib yozilganlikdan. Yani kimning qanaqa so'zlari bor? Bormi? Savollaringlar bormi? Uyg'ur tili kitobdagi 219-betdagi birikkan, qo'shma, qo'sh, qisqartirilgan ismlar to'g'risida degan ma'lumotdagi shu yerdagi so'zlarni elib, har birisiga bir-biridan misol elib menga hozir javob bersizlar, jumlalarimiz qo'shma jumla qatoridan bo'lsin. Sizlarga 5 minut vaqt bermay, 5 minutdan keyin menga javob qilsizlar. Tushundingizmi? Bo'lmay chaqin. Qanday qilsa kim o'qiydi? Nozigim o'qing. Qo'shimiz ekranimiz. Nozigim o'qing. Molla Ahmedova. Nozigim. Shaxsan ham o'qing. Abdukarim shaxsan ham. Albatta responde. Bunun qanday yazdınız? Aşınızdan qaysini yazdınız? Men kitap yo'qdi. Sırf yazdım. Responde. Avut 2-chi sinfda o'qiydi. Avut 2-chi sinfda o'qiydi. U kichik bo'lgani bilan orzu-armonlari nihoyatda cho'ng. Bu yil Birlashgan Millatlar Tashkiloti qurilganiga 75 yil to'ldi. Anam her qachon o'g'il bolani beli ching bo'lishi kerak deb bilimga belbog'ini qattiq qilib bog'lab beradi. Akram ay paltini o'tkir qilib bilab qo'ydi. Hozirgi men bilib turibman. Sizlar har bir jumlani aytganda qaysi so'zni misol keltirdinglar, qolganinglar o'qib o'tinglar. Dilnaz Nuriyeva. Birikkan qo'shma ismlar hayvonotlarning ichida eng asti mang'idigan hayvonot u toshbaqa. Bu yerda toshbaqa. Qo'sh ismlar qish fasli kelib yer jahon oppoq qarga yopildi. Bu yerda yer jahon qisqartirilgan ismlar. Men 9-sinfni bitirib Yarkan Oliy gumanitarlik texnikалық kollejiga o'qishga tushdim. Yagitikaga. Sizning qo'shma ism qani? Birikkan ism baka qo'shma ism qani sizlar? Yer jahon degan qo'sh ismimi? Qo'shma da, qo'shmas. Uchchisi qo'sh qisqartirilgan birikkan. Qo'shma baga edi. So'z birikib yozilmaydi, biroq bir ma'noni bildirdi. Ashunga yozmabsiz, qolgan uchiga yozibsiz. Saxinor siz o'qing. Bizning guruhimizga 6 uydan qizlar keldi. Birikkan Millatlar Tashkilotiga Qozog'istonma a'zo bo'lib o'tirdi. Beg'imizdagi Qizilgul bek chiroyli ichildi. Qizilgul deydi, yaxshi. Gulzuhra o'qing. Birinchi birikkan ismlar bu kechda oqsoqollar bilan suhbat yurgizgan edik. Oqsoqollar. Qo'sh ismlar ata-ona bu umrda bizga tayanchi bo'lib, arzu-armonlarimizga yetishimizga o'z ulushini qo'shdi. Bu yerda ata-ona va arzu-armonlarimiz. Qisqartirilgan ismlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti xalqning inoqligini tutib turdi. Gulnaram o'qing. Qisqartirilgan ismlar men Pet kollejiga 2020-yil tushdim. Endi 2024-yil bitirman. Qaysi? Qo'sh ismlar bugun ota-onalarini soat 3 ga. Yo'q, mayda, bu jumlangizni qaysisi? Qaysi? Qisqargan so'z qaysisi? Jumlangizda? Pet kollej.
Pit College. İkincisi qo'sh ism u ata-onalar. Üçüncü cümle birikkan ismlar. Mana ichida kitobxona bormi? Qo'shma ismlar ah yig'inning yig'ayotganiga bir haftadek bo'ldi. Yaxshi. Axiygan o'qiganlar alaytadi. Keyin yani kim var? Nicat. Qetqaldim deb turaman sen. Kemal men yezib tutmadim. Qaysini yozding bo'ladari? Ma'lumot, buni tex ma'lumot aytmamni baldan so'ragan edim. Men kitabim yerga tiqib qolganman. Hozir sana uzan o'ylab tepishqi bo'ladi-ku, kitob qarab o'tamayli. Uzan tepishqi bo'ladi, kitobni qimdab. Ham sen yat mavzu emas, maktabdan o'tdinglar bu mavzuni. İlham. Qanday bo'lsa, vaqtimiz az qapti, ya'ni sizlarning ziqqichilar mana 13 ballik qoldi. Az tushirib olay, mushlarni bor. Qolganlarga men endi Platonosda o'zimni qolgan bahoringlarni olsizlar endi. Laq bo'lmaydi gruppa. Uyga topshirma, har bir nimaga mush kitobni misol ilib qo'sh jumla bo'lsin, har bir misolni qo'sh jumla bo'lsin, har birisiga 5 jumladan 20 jumla yezib o'rnab kelsandik savoqqa. Tushundingmi? Ma'qul.